Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Chimkentdan ukalarimiz kelishdi mana. Botirjon, Bekzod ekan. Assalomu alaykum. So'rashib qo'yamiz a? Assalomu alaykum. Pa5 Kork Ranger olgan mana. Muborak bo'lsa endi. Rahmat ustoz. Omon bo'ling. Tabrik so'zlaringizni aytvorsiz. Muxlislarimizga ochib o'ramiz keyin. Xudo xolasa ko'rk xohlayotganlarga hammasiga nasib qilsin. Xudo xolasa yaxshiliklarga ishlataylik, yaxshilik to'ylarga ishlataylik. Rahmat. Bekzod aka ham oldindan kelib ketuvdilar. Bekzod aka taniyotgan bo'lsanglar, 2 oy oldindan gaplashyapti. Sekin Pa5 2 olib ketdinglar. Bekzod aka. Ha, o'sha sassab Muborak yurgan. bo'lsin. Unga ham bunga ham oldiryapmiz. Yaxshi bo'lgani uchun, yaxshi bo'lgani uchun. Albatta. Yaxshi Rustam ekan. akam bilan kelib men olib ketishgan. Rustam akam o'zimizni nima deydi, birodarlarimiz omon bo'lsin. Rustam akamga salom so'rab qo'yasizlar hammaligini. Buyursin, xudo xolasa yaxshi kunlarga mana ishlatinglar. Inshaalloh buni ochib beramiz. Ochgandan keyin buni programma qilib sekin jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa. Botirjon, shuni olib turasan bo'lmasa. Mana sekin mana plombalari bor. Ochavering qani. Bismillahirrohmanirrohim. Plombasini Botirjon ko'ryapsizmi? Ha, temirlarni ko'ryapsiz. Zavodskiy plomba endi. Zavodskiy plomba. Xolos. Bezudagami ham ishlatib yuboramiz endi, aka. Siz ham ko'tarib turamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Olib qo'ya qoling. Qarab. Mana shu tashqariga chiqib qo'yishim. Nimaga men aranjerga ishqibot bo'ldingiz? Aranjerlarning standartini yoqadi-da. Standart. Dunyo standartida endi. Shunaqa. Dunyo chaladi-da standart. Shunaqa. Rustam aka standart ishqibot bo'ldi-da. Shu aranjirangda o'zaro. O'sha ko'riqni olgan odam ko'tarilib ketib deyapti-da. Yo'q. Lazim ko'tarilib ketar ekan. O'sha 1 oy 2 oy ichida o'sha botirga olyapsiz, bu ham ko'tarilib ketsin deb. Eshityapsizlarmi? Aziz muxlislarimiz. Uni hofizlar tushunadi uni. Chaluvchilarga uncha bilinmaydi. Ha. O'zi men to'yga yurgan paytlarimda mana menda bir 20-25 yil, 30 yil to'yda yurdik-da endi biz ham. Har kuni 3-4 mahal xizmat, ertalab zaks, kunduzi challari, 5 yil to'y, kechasi nikoh. Har kuni shunaqa qilib to'yda yurardik biz ham. 2001-yildan aytaman, 98-yilda, 97-yilda, 98, 2000, 2005, 2010largacha. Klavishligimiz Rustam bo'lardi, Rustam Qodirov. Mana shu sovuqlarda to'ylarga yurardik. Bekzod aka. Ha. Eshiting bu yoqqa. Sovuqlarda to'ylarga borardik. Ukam, mana shu qo'llarimiz klavish chalishga qotib qolardi. Doiragashdan projektorda shunda isitib turib, keyin chalardik. Tuflagan tufi yerga tushmasdan muzlaydigan palatkalarda qor gupillab turibdi, bu yoqdan to'y o'tkazardik. O'shanaqa paytlar qo'llarimiz muzlab qoladigan darajada shunaqa minisovoy sovuqlar bo'lardi. Qo'llar texnikada yoqalardi. Yurmasdi qo'llar. Keyin isitib tashlab, mana shunda isitib, keyin zo'rg'a chalardikda. Shunaqa paytlar ham bo'lganda aka. Hozir endi to'yxonalar bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Hamma joylar hozir innovatsiya bo'lib ketdi, sharoitlar yaxshi bo'lib ketdi-yu. U paytlarda apilkalar sepib, palatkalar yopib, qorlar gupillab turibdi bu yoqdan to'y o'tkazardik. Bitta ilinganman ustoz. Bitta. Ilinganmas shu doylarga. Bitta ilinganman. Rustam bo'lardi bizlarni Qodir. Rustam ko'p turgan bo'lsa ham o'zi ham biladi. Bir kun to'y olmay Abdug'ofir, bir kun to'y olmagin, dam olaylik, mana bola chaqani oldida o'tiring bir kun bo'lsa ham to'y olmagin derdi. Tinim bo'lmasdi. Shunaqa davrlar ham bo'lgan aka. O'shanaqa davrlar kimda bo'lsa bu davrlarning qadriga yetinglar. Ustoz, Kimda shunaqa tinim bo'lmayotgan bo'lsa, bu davrlar g'animat bilib qadriga yetish kerak. endi men hozir buni nimasini ko'chiryapman. Hozir muxlislar ko'rib
bu hofizmi yo qo'rqchimi deb qolishi mumkin-da. yo endi Shu men bularga aytadigan borda, o'sha har bitta chaluvchilarga o'shaqa kelib olib ketib olib ketaversangiz, o'sha bilib ham qolar. men o'rgatib qo'yganman bu qanaqa qilishni. O'sha tayyorgarlik ko'rib Olayman, qo'ygansiz. olayman buni. Men Po'rpa beshikisi qanaqa ko'chirishni men o'rgatib qo'yganman Begzod akamga ana. Qanaqa ko'chirish eng oson yo'li shu. Mana shunaqa ko'chiramizda, keyin toza salfetga tartib tashlaymiz. Bo'ldi, shu bilan keyin programma qilayotganda sal xalaqit qiladi, o'shancha ko'chirib yuborishimiz kerak. Qani ikkinchi flajni qilib mana. Mana aka. Mana. Endi bunga programma qilamiz. Bu Qozog'istonga Chimkentga ketadi. Begzod aka buyursin aka. Ukajonim buyursin. Xalqimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Xalqimizda to'ylar bo'lsin. Begzod akamiz mana Chimkentda yurishar ekan. Yon atrofida mana birodarlar bilan kelishdida. Bizani to'y juda ko'p bo'ladi Chimkentda, tinmaymiz. 200 ta 300 talar to'yga chiqamiz yiliga deganlariga men pa 5 olaylik bo'lmasam bo'lmaydi dedim. 3-5 bu. Mana. 3-5. Rustam aka oldi, Rustam Shohil aka aka oldi. Mana Xudo xohlasa bu 3-si Botirga Xudo nasib xohlasa qilyapti. endi. Bu pa 5 endi Chimkentda moda bo'lsa, ya'ni nima yetkazib bera olmasak. Xudo xohlasa. Omon bo'linglar. Endi hazil endi sal kayfiyat ko'taramiz deb. Kimga shunaqa instrumentlarga deb jo'natib qo'yamiz. Omon bo'linglar.